Ijon Xorazm vohasidagi qadimiy va mashhur ovqat turlaridan biri hisoblanadi. Tashqi ko'rinishidan xom go'shtga o'xshasa-da, aslida u maxsus usulda pishiriladi. Bu taom Xorazmning gastronomik tashriq qog'ozi hisoblanadi. Rivoyatlarga ko'ra, kunlarning birida Xiva xonim Muhammad Rahimxon qattiq betob bo'lib qoladi. Uning ishtahasi yo'qoladi. Oshqozon ichak tizimi zaiflashadi. Turli tabiblar Feruzni davolay olmaydi. Ammo polshalik tabiblar qo'y go'shtidan bo'lgan qiyma berishni tavsiya qiladi. Tabib go'shtni qaynatib yoki qovurib emas, aksincha ziravorlar bilan urib tayyorlashni maslahat beradi. Xon ijonni iste'mol qilgach, tez fursatda sog'ayib ketadi. Shundan so'ng bu taom Xiva zodagonlari, keyinchalik esa butun Xorazm xalqi orasida ommalashadi. Yana bir tadqiqotchilar ijon qadimda ejon deyilgan, yana etkejon kiradi. Uni maydalab chokshu orqali deya taqdim qiladilar. Ijon tayyorlash uchun uncha ko'p masalliq talab qilinmaydi. Asosiy masalliq bu go'sht, bundan tashqari ozgina ziravorlar, o'simlik yog'i, piyoz, suv kerak bo'ladi. Ijon asosiy ovqat turi hisoblanmaydi. U asosan mehmonlarga asosiy taom oldidan tortiladi. Ijon faqat Xorazm oshxonasida uchraydi. Ijonni xivaliklar o'z maromiga yetirib tayyorlaydilar.